Ichki ishlar organi tizimida xizmat qilayotgan har bir xodimning mehnatiga munosib baho berish xodimning ish faoliyat samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Shu maqsadda Mirzo Ulug'bek tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida oila xodim rahbar samimiy muloqoti uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda ichki ishlar organi tizimida xizmat qilayotgan 175 nafar yosh xodimlar va ularning ota-onalari hamda faxriylar ishtirok etishdi. Uchrashuv davomida xodimlar tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan salbiy holatlar hamda ulardan saqlanish bo'yicha zarur ko'rsatmalar berildi. Shu bilan birga yaxshi ko'rsatkich qayd etayotgan yosh xodimlarning ota-onalariga tashakkurnoma hamda qimmatbaho buyumlar berildi. Avvalo prezidentimizga katta rahmat deymiz. Yaxshi xizmat qilsin o'g'limizga, farzandimizga juda ham xursandmiz. O'zimni qo'yadigan joy topolmadim. Buni oxiri yaxshi tomonlari bor. Bolamning ozgina mehnatini inovatga olib, mana shu tashakkurnomani berdi menga. O'g'limning shunday tashakkurnomaga menga rahmat olib kelganiga kattadan katta rahmat aytaman. Xudo xolasa o'g'lim shu polkovnik, podpolkovnik, general lavozimlariga yetaversin. Shularning baxtini ko'rib yurish menga nasib etsin. Oila xodim rahbar samimiy muloqoti oyligi doirasida o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar yurt osoyishtaligi yo'lida xizmat qilib kelayotgan ichki ishlar organi xodimlarining nafaqat o'zi, balki ularning oila a'zolari bilan yaqindan ishlash bo'yicha samarali natija qayd etadi.